I am processing the most triggering breakup I've had in 9 years. Hammasi tugadi deysanmi? Mayli, seni tanloving. Muhimi baxtli bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. $3000 bir hafta oldin narsa zakaz qildim. Esimdan ham chiqib ketibdi. Menga уведомление ham kelgan yo'q. Охотники за привидениями degan kinoni kim ko'rgan? Hozir ko'raylik, zakazim turibdimi yo'qmi? Opaxon eshik yopilmikan? Oh, sorry. You good? You come inside? No, you. Okay. O turibdi ekan zakazim akalar, mana qaranglar, bir haftadan beri meksikalik ayollar mana shunaqa qilib kelib oynalarni artib tozalab yurishadi. O'zbekistondagi ayollar, opalar ko'p so'raysizlar menga, Amerikada nima ish qilsa bo'ladi deb. Mana shunaqa ishga joylashib olsanglar ham bo'ladi. Zakazlarni sizlarga hozir ochib ko'rsataman. Bir haftadan beri turdi shu zakaz, tashqarida kameralar ham yo'q, eng qizig'i o'sha joyda. Lubo odam kelib itarib o'g'irlab ketsa bo'lardi, lekin nimagadir odamlarda insof bor. Ana yerda yangi anaqa yotibdi, qaranglar, matras yotibdi, hech kimga kerak emas. Yonida anaqa temirli shkaf ham qo'yib qo'yishgan. O'g'irlasammikin? Puli ko'p ekan, buni $3000 ga narsa zakaz qilib, voy oyoqlarim ko'rinib qoldi. Uyat, men erkak bo'lib uyalyapman, nimagadir oyog'im ko'rinishida. Nimaga $3000 ga zakaz qildi narsa, shunchalik muhim narsamikin degan savol bo'lishi mumkin akalasizlarda. Da, men uchun juda ham muhim narsa, sababi bu Instagramga zakaz qildim bu narsalarni. Men sizlarga hozir ochib ko'rsataman desam aldagan bo'laman, chunki уже 1,5 minut bo'libdi vaqt. Men sizlarni aldadim, bu videoda ochmayman. $3000 zakazimni endi ochaman, akalar bilyapman. $3000 deb juda ko'p gapiryapman, sababi bu $3000 da. Onasini ham bitta mati sizlarga raspakovka qilaman. Mana shu videoni olishimdan oldin hozir bitta reels ko'rdim. Ikkita kod sifatida Amir Temur haykalini tagida turib, biz haqiqiy Amir Temur avlodlarimiz deyapti. O'zbekistonda nima holat bo'lyapti ko'rib, qo'rqib ketyapman. Amerikada turib qanaqa zamonlarga kelib yashayapmiz akalar. Sizlarga sabr, O'zbekistondagi haqiqiy mujiklar bir narsa ham deya olmaysizlar, bir narsa ham qila olmaysizlar. U narsa bir narsa qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlar bilasizlar qanaqa javobgarlik bo'lishini. Xullas, maqsad u narsa haqida emas, o'zi bu narsalar sizlarga ko'rsatish. Birinchi mana ko'rsatadigan narsa akalar, ochadigan narsam, endi pauza qilib ochaymikin, bo'lmasa vaqt yetmay qoladi. Yo'q, mana shu holatda ochveraman bo'pti. Tak, zakazning birinchi qismi bu akalar. Voy bila. Oddiygina anaqa lampani chirog'i $30 ga zakaz qilganman. Buni bu yerda shtativ turbalari va hokazo. Voy bila, sindirdimmi? Va ikkinchi zakaz, eng asosiy zakaz degan desam aldagan bo'laman, sababi bu zakaz meniki emas. Sizlarga prosta ko'proq ko'rinsin deb bu zakazni ko'rsatdim. Bu sherigimniki nima borligini, nech pul zakaz qilganini bilmayman. Sizlarni aldadim, shunchaki $30 zakazni sizlarga $3000 deb turib, sizlarga qalbinglarga intriga solib, videoni oxirigacha ko'rishga majbur qildim. Yomon iplos odamman, bilasizlarmi? Kommentariyada meni so'kkan ko't marojdan marazinida turganiga 3 oy bo'ldi akalar, yeganim yo'q. Ko'tlarda belgilari mana chop etilgan. Marazinida turmasin, o'zini joyini topsin. Ko't marojdan. Toshot marojani isrof qildi, bizdan emas u, toshot. Hurmatli trak sohasiga aralashgan akalar, sizlarga ELD ni papasini tanishtirib o'taman. Akalarimiz noldan o'zlarini 8 yillik tajribasidan kelib chiqqan holatda Level ELD platformasini yaratishgan akalar. Logbooker, dispetcher, driver, ownerga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar bor. Sun'iy intellekt bilan biriktirilgan. Tsepojkami yoqdimi sizlarga? Mana katta pluslaridan biri akalar, internet ishlamasa ham logbook ishlayveradi. Internet ishlab ketgan joyda update keladi akalarimizga. Undan tashqari driver Waystationga kirsa ham update boradi. Uning ichida budilnigi bor, driverni o'g'atish uchun politsiya spesialni chaqirtirmaysizlar o'g'atgani. Xullas, masaj qilib qo'ymaydi, xolos, hijamalar qilib qo'ymaydi, xolos, o'sha IFC reportlar tracking real time. Oh my god.
Shu va bundan ham ko'p funksiyalarga ega bo'lgan, o'ziga mujassamlashtirgan, juda ham qiyin shu so'zni gapirish. Level ELD platformasi akalar, agar sizlarning kompaniyalar tomonidan qanaqadir bir ideyalar bo'ladigan bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, shu bog'lar sizlarga moslashtirib, ishlashingiz uchun yana ham osonroq bo'lish uchun yo'llarini qilib berishadi. Eng qiziq joyi akalar bunaqa avloddagi bunaqa современный ELD'larda narxlari ichida eng arzoni shu akalarimizniki bo'ladi. Faqatgina $50. Yana bitta qo'shimchasi, device narxlari ham bozornikidan ancha arzon. Protein chekkan narxi atiga $140. LD'ni umuman tushunmaydigan odamlar videoni nimaga oxirigacha ko'rdi bilmayman. O'tgan safar omadim kelmadi, bu safar sinaymiz endi. Aynani tagiga o'tirdim. Chirib turib ovozingni bezay. Yonimda hech kim yo'q ekan, umid qilaman bir malika keladi, bir insoniyat go'zali prinsessa onasi nemsa. Bla. Kimda qanaqa bilmayman, lekin meni konkretno mana shunaqa boboylarga rahmim keladi. Ishlab yurishsachi. Amerika zo'r u bu deyshadi, lekin bitta katta minusi bor. Hamma zo'r tarafini ham yuvoradi akalar. Mana shunaqa qariyalarga hech kim qaramaydi. Yo qariyalar uyga ketishadi, farzandlari topshirib yuboradi, yo mana shunaqa qilib o'zlarini o'zlari boqib yuradi. Bizni o'zbeklarni faxrlanadigan, arziydigan tarafi mana shunaqa ota-onani birinchi o'rinda prioritetga qo'yib, hamma qiladigan ishimiz ota-onamiz uchun bo'ladi. Lekin hozirgi qizlar chiqqanu, ota-onangga emas, menga qilishing kerak. Axir men malikaman. Hamma narsa bizda ham sekin mana shu narsaga ketyapti-da, miya aynayapti ko'pchilikda. Indeyslarning narsasi bor ekan. Olaymikin ha? Qayerdan kelganim bilinadi. Indeys deb chaqirishsa ham Toshkentda xafa bo'lmayman. Ha deyman. Indeys desa. Amerikadagi trakchi akalarimiz eng yaxshi ko'rgan choylari, bu choy shirinligi uchun emas, qoppog'i kengligi uchun. Meni Amerikada trakadagi akalarim juda yaxshi tushunadi. Dagin. Ular tekin ekan. Pachka olib, uzbeyman-u. Tekin bo'lsa, marojniy uchun ham bir-birimni o'ltirib, urish janjal qilib tashlayman-u. Trak haydasanglar, ko'zinglar pishib ketadi mana shu narsaga bor. Har safar yo'lda yurishlar, masalan, uxlab bo'lgan haydovchilar chiqib ketgan bo'ladi asfaltda. Menga yo'l berishganini qaranglar bo'ladi. Kutib turishib qachon o'tishimdan. Men hozir video olib ketyapman sizlarga. Avariya bo'lgan, politsiya kelgan, pojarniy kelgan, bu yerga kosmonavtlar ham keladi kerak bo'lsa. Matizmi? Uxlab qolgan shekilli shopir akamiz. Mana qaranglar mana. Kichkinagina mashina ekan. O'zbekman mana shunaqa joylarda videoga olishim kerak, tarqatishim kerak. Biqinimga qo'limni qo'yib turishim kerak, tomosha qilib, bo'lmasam to'planib olib. Yo'lda o'rtasiga tushib qolgan mashinani deb probkani qaranglar, akalar, gaz zapravkaga ham buncha probka bo'lmaydi. Videoyimni birinchi kupletida mana salfetka ko'rinib qopti. Erkaklarda hayoliga sirazu nito narsa keladi, ayniqsa mashinada yuradigan. Ularda ham menga o'xshab bundini salfetkaga artib, ashetga tiqib qo'yibdi degan hayol keldimi? Ammo kim bo'lsa ham yaxshigina mehnat qilgan ekan akalar shu duolni shu holatga olib kelishga men duol deyman, chunki bizni qishlarda duol deyshadi. Butun O'zbekiston ham devor deydigan bo'lsa, xullas bular nima? O'zbekiston nomeriga o'xshaydi ekan. Amerikada borki o'sha mashinani nomernoy znaklari bo'lsa, hammasini yopishtirib chiqishgan mashetga. Mana qaranglar, Missuri, Oklahoma, yana Missuri, Pensilvaniya, Missurilar. Rosa ko'p ekan devorni qilgan odam Missurili bo'lsa kerak, Missurili ham bo'lam, Texas va hokazo. Mana qaranglar. Al Capone'ning chap tuqumiga o'xshaydi ekan. Xullas, juda ham katta mehnat. Mana yerda kimdir sevganini o'ylab o'tirib, shekilli nega meni tashlab ketding jon deb Frank Sinatraga o'xshaykan bu. Aka odam o'ltirgan shekilli mana skeletlarni qo'yib qo'yibdi, jala quduq. Qizig'i akalar, men bitta ham bir muzeyga spesialni sizlar uchun kelganim, Tani muzeyga kelgan, zaybal. Eng qizig'i, men opa ham trak hayda ekan, men qaranglar. Spesialni sizlar uchun bir muzeyga kelib ko'rsatyapti turganim yo'q. Buni nomi Resteria, o'zbekchasiga Resteria. Trakchi akalarimiz uchun maxsus qurilgan joy, har 30-40 maylda shunaqa joylar bor. Cho'milib, yuvinib, taranib, xullas o'ziga qarab uxlagisi kelsa, mana bizga o'xshab to'xtab, uxlab, keyin yo'lini davom ettirsa bo'ladi. Bu bizning trakimiz, bu sherigimniki, oldidagi meniki. Men har doim oldindaman, chunki men zo'rman. Eng qizig'i akalar, yeriga yeriga ahamiyat beringlar akalar. Bu yerda dasha asfalt emas, plita bosilgan, shag'al yoki shebinlar to'kib qo'yilib, mana bizga plan bajarildi degan yo'q, yoki har yili asfaltni yangilavermaydi, sababi yuk mashinalar og'ir bo'ladi, asfaltda deformatsiya qilib yuboradi akalar. Aspalt
Yangi olgan traklarimiz akalar 2200 kilometrdan hozir o'zimiz shtatimizga haydab olib ketyapmiz. Yo'lda yarimiga yetib bo'lganmiz, dam olishga to'xtadik. Hozir уже yana yo'lni davom ettiramiz. Mana yozuvdi First Gate deb o'qibman, bilat ko'zimga, miyamga meni. Bu kirakan, iplos haydovchi ekan, tozalab yursa bo'lmasmikin? Birinchidan qadrdonlar hammanglar tabriklayman va shu qatorda o'zimni ham tabriklayman. Meninchi postim bilan 1,5 millionta bo'ldik. Bu birinchi yaxshi ma'lumot. Ikkinchi yomon ma'lumot, bu meni dushmanlarim juda ham ko'p meni kuzatadigan. Ular kommentariy yozmaydi. Kommentariyalar o'qib maza qilib kulyapti odamlar. Toshot o'l deydigan gapni o'zi trendga chiqarib olishdi. Hamma shu gapni gapirib yotibdi. Dushmanlarim yo'q, men O'zbekistonga hali qaytganim yo'q. Hazil video qildim. Hali beri qaytish niyatim yo'q. New Mexico degan joyga kelib 10 ta trak oldik yangi. O'shalarni sotgani olib ketyapmiz o'zimizning shtatga. Hozir mana haydab ketyapman 1,5 ming mayl. Keyin yana bitta narsani sezdim. Ko'pchilik O'zbekistonga qaytdim deganimni ishonib, qizlar massive lichkamga yozishyapti. Bari siz boshqachasiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Bola pistoniyda deb. Ko'p narsani mo'ljallaysizlar, sizlar aqllisizlar. Akalar gap O'zbekistonda men hech qayerga almashmayman. Qancha pul topinglar, qancha zo'r joylarda yashamanglar, baribir qalbinglarda bo'ladi o'zingizlarda vataningizlarga bo'lgan sevgi va muhabbat. Vaqti keladi, обязательно qaytaman O'zbekistonga, lekin imkoniyat bor, возможность bor, soqqani bosa olish kerak. Meni yomon ko'radigan odamlar sizlar juda ham ko'psizlar bilaman. Meni prosta Instagramda taniydigan emas, meni hayotda taniydigan juda ham yomon ko'radigan odamlar ko'p. Sizlar qalbingizlarda yoritdinglar, hasad qilishni kamaytiringlar, o'zingizlar meni hozir ko'rib bilasizlar kimliginglarni. Bittalab aytishim shart emas. Kommentariy yozyapti turgan akalarimizga keladigan bo'lsa, akalar boringlarga shukr, kommentariyalarni o'qib hazil huzurlarni maza qilib kayfiyatim ko'tarilyapti. Yana qaytaraman 1,5 million bo'lganimiz bilan tabriklayman hammani. 1,5 tilima gapirgan ko't. Toshot biz aldabdi. Toshot. As it was. You know it's not the same. Qizlarga o'xshab video qilaymi? Bitta ham bir hikoyani aytib berishyapti. Qizlar jonlar, bilasizlarmi? Meni shunaqangi bir voqea bo'ldi. Umuman esimdan chiqmaydi. Neordinarniy odamligimni bilardim akalar. Voy bila, video ham oldirishmaydi. Ko'pchiliginglarga qiziq bo'lsa kerak, akalar IQ darajalar tekshirish sababi baribir odamzodda shunaqa narsa bor, bir-biri bilan solishtiradi. Men hammadan zo'r bo'lishim kerak deydigan narsani xayolida o'tkazadi. Ana aka o'tirishini qaranglar, juda xunuk ko'rinyapti buni qaranglar. Plus akalar IQ'sini men bajardim, 20 ta testi bor ekan, meni показателimni chiqarib berdi. Huni sayt emas, akalar Amerikaning ofitsial IQ tekshiradigan sayti, xizmat haqi $1 ekan. Bu hech qanaqa reklama emas. Ular meni borligimni ham, mavjudligimni ham bilishmaydi. Ertaga menga nimadir bo'lsa ham, ularni ishi yo'q, prosta o'zingizlar uchun bilib olinglar deyapman. Pastga saytini joyladim. Akalar, agar bu kim IQ testini bajargan bo'lsa, kommentariyaga to'g'risini yozinglar, necha chiqqani, sababi menga qiziq. O'zbekistonda srednестатистический fikrlaydigan odamda IQ'si nechchiligi juda ham qiyin shu so'zni gapirish. Sizlar ham gapiringlarchi, sredнестатистический чупапи munyanyo. Meni IQ показателim akalar mana. Men kutgandim, men bilgandim, lekin miyam bu darajada ishlaydi deb hech o'ylamagandim. Rasmni tez o'tkazib yuboradigan ko't. Hozir qaysidir bechora mina qilib videoni pauza qilib qaytarib to'xtata olmasdan rasmni ko'raman deyapti. Yomon odamlarni qiynayman. Yomg'ir yog'ardi tinmay, meni qalbimni bilmay. Mayli yomg'ir yog'aver, sevgilimdan xabar olib kel. Eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab, seni yuragimda qayg'u aytgin menga, sevasanmi sen meni, aytgin menga, aytgin sevgilim. Thank you. Thank you. Amerikasida pozitsiya qilyapti. Nice singing. Qarsaylar cholib.